Buxoro viloyati Qorako'l tumani Chandirobod mahalla fuqarolari yig'inida Mikrokredit bank aksiyadorlik tijorat bank hamkorligida bir kontra bir mahsulot tamoyil asosida 12850 hamda 13160 sonli kontra yer maydonida namunali loyiha amalga oshirilmoqda. Bu yerda birinchi ekinga ismaloq, ikkinchi ekinga esa supurgi ekish rejalashtirilgan. Hozirda yer maydoniga ismaloq ekilgan, maydon hajmi esa 10 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida esa sug'oriladi, tabiiy hamda mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 17 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 60 sotiqdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun agregator Chandirobod Zafar Gold ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna, jami 20 tonna hosil olib va dehqon xo'jalik daromadini 70-80 million daromad olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaligining daromadlarini oshirish niyatidamiz.